Yangi O'zbekistonda xotin-qizlarning og'irini yengil qilish, ular uchun barcha sohalarda zarur sharoitlarni yaratib berish doimo davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lib qoladi. Shu bois yangilangan konstitutsiyamizdagi ijtimoiy davlat tamoyiliga muvofiq ijtimoiy himoya sohasida ishlarni tubdan yangicha tashkil etmoqdamiz. Bu borada har bir mahallada xotin-qizlarning holatini o'rganib, ijtimoiy himoyaga muhtoj, ehtiyojmand 1 million nafar xotin-qizlarimiz ayollar daftariga kiritildi. Joriy yilda ularning har biri bilan manzilli ishlab, nogironligi bo'lgan 162 ming nafar ayolga sanatoriy, shifoxona va o'zlari yashayotgan mahallada tibbiy yordam ko'rsatiladi. Boquvchisini yo'qotgan 130 ming nafar xotin-qizlarga moddiy yordam beriladi. Yana 6 ming nafar ayolning uy-joy sharoiti yaxshilanadi. Mehnatga layoqatli va ish izlayotgan opa-singillarimiz ishga joylashtiriladi. Shu bilan birga har yili og'ir vaziyatga tushib qolgan 50 ming nafar xotin-qiz respublikamizdagi so'lim maskanlarga o'qish va hordiq chiqarish uchun yuboriladi. Ularga psixologik yordam ko'rsatilib, tadbirkorlik ko'nikmalarini o'rgatish bo'yicha motivatsion seminarlar tashkil etiladi.